35 yil oldin ahmoqlik qilib, shayton yo'liga kirib, sen bilan onangni tashlab ketgan bir ahmoq otangman. Mana qarib qoldim, yoshim balon yo'lga yetdi. Endi qarasam, men xor bo'layapman. Menga boquvchi, menga bir e'tibor qiladigan odam yo'q. Shundan bo'lam qaytib borsam, meni qabul qilasanmi ota deb? Qabul qilasanmi yo'qmi? Farzand xat yozgan. Javob yozgan. Yana otadan xat keldi, demak men palon kuni palon poyezdda boraman, meni kutib olgin, vokzalga chiqib degan bir xat keldi. Demak, kelavering deganda endi. Endi chiqaman desa, 5 yosharligida ketgan otani siymosini eslolmaydi. Tashqi ko'rinishini eslolmaydi, tanimaydi chiqqan bilan. Nima qiladi desa, o'sha otasini yoshligida tutingan do'stining oldiga boryapti. Siz dadamni do'stimi desa, ha do'sti edim. Dadamni bilan tashab ketganlar edi bizlarni. Endi kelayotgan ekanlar. Bugun palon poyezdda keladi. Shundan iltimos, men bilan vokzalga chiqib menga dadamni tanitib olasizmi? Mana shu dadang deb bersangiz bo'ldi, men o'zim kutib olaman. Ha, tanitaman, chiqaman. Vokzalga chiqibdi. Chiqsa bir qariya inson poyezddan chamadonlarni ko'tarilibdi, ololmayapti, kuchi yetmayapti. Haligi bola borib qoladi, "Key bolam, mana bu chamadonlarimni ko'tarish var, tushirish var, quvvatim yetmayapti" dedi otaxon. Iltimos, meni chalg'itmang, meni shu ishga buyurmang. Chunki meni dadam kelyaptilar. Hozir sizni chamadoningizni ko'taraman deb bir mashg'ul bo'lib qolsam, dadam o'tib ketishlari mumkin, yana qiynalaman, qidirib topa olmaysan. Iltimos, boshqa odamga buyurib turing desa, boyagi dadalarni do'stlari kelib qoldi. "Ey ahmoq bola, dadang shu-ku" dedi. "Dadang shu odam-ku" dedi. "Sen nimaga qanaqa qidirmoqsan?" dedi. "Mana dadang senga." "Ya dadam shumi? Sizmi dadam?" "Ha dada, menman." "Dada" dedi, "Sizni chamadonlari ziyoda tursin, men o'zingizni boshimda ko'taraman dada" dedi. Chunki men dadasiz o'sib, o'rtoqlarimdan malomat eshitib, suyagimgacha o'tib ketdi meni. Bu dadasi tashab ketgan, bu otasi yo'q, bu tirik yetimcha degan malomat ostida katta bo'ldim. Men sizni boshimda ko'taraman dada deb hurmat qiling. 5 minut oldin menga ish buyurmang, meni chalg'itmang deyotgan inson nima uchun 180 gradus o'zgarib endi mehri bir gap qayerda desa, Ali Tanto aytadilarki, gap dadasini tanitgan o'rtog'ida deyapti. U tanitdi, uning fikri o'zgardi. Tanitganligi uchun hamma gap o'sha tanitgan o'rtog'ida. Birodarlar, sizlarga bugun shariatdan aytib turgan tanitadigan zotlar bor, alhamdulillah. Ahli ilmlar bor. Agar bular tanitmasa Xudoni, payg'ambarni tanitmasa, halolni, haromni tanitmasa, nima bo'ladi ahvol?